Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayhi Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 50-majlis. Abdulqodir Jiloniy roziyallohu anhu 546-yil Rajab oyining oxirgi jumasi ertalab madrasada shunday dedilar: Alloh taoloni yagona deb bilginki, toki qalbingda jamiki mahluqotlar uchun zarracha o'rin qolmasin. Tavhid hamma narsani bo'ysundiradi. Barcha darmon Haq azza va jallani yagona deb bilish va nafsdan yuz o'girishdadir. Bu ilondan qochsang, huzuringga ilon o'rgatuvchi keladi. U ilonning tishini sindirib, zahrini ketkazib, uni senga yaqinlashtiradi, tanitadi va uni senga topshiradi. Shunda u senga hech qanday zarar bera olmaydi. Undan xohlaganingdek foydalanasan. U seni chaqa olmaydi. Agar Haq azza va jallani sevsang, bu sevgi seni dunyo, shahvatlar, lazzatlar, nafsu havo va shaytonlar yomonligidan to'sadi va nasibangga g'am tashvishsiz va zararsiz egalik qilasan. Ey hujjatsiz da'vogar, sen mushrik bo'la turib nechuk tavhidni da'vo qilasan? Men bilan tunda qo'rqinchli joylarga borishga qodirmisan? Men qurolsiz, sening esa quroling bo'ladi. Xo'sh, aytchi, men qo'rqar ekanmanmi yoki sen? Kim oxirat kiyimi ostiga kirar ekan, menmi yoki sen? Sen nifoqda tarbiya topgansan, men bo'lsam iymonda. Ey insonlar, sizlar dunyo ketidan quvlaysizlar. Dunyo bo'lsa Allohning do'stlari ortidan ergashib yuradi. Ularning huzurida bo'ynini egib turadi. O'z nafsingni o'tkir tig'li tavhid bilan ur, unga tavfiq dubulg'asini kiygaz. Nafsing goh yaralanib, goh kaltak yesin. Bu to nafsing senga xor bo'lib, uning jilovidan ushlab minib olguningcha davom etsin. Sen unda quruqligu dengizlarda sayr qilasan. Ana o'shanda sen Robbing azza va jallani taniysan. Keyin nafslariga qul bo'lib, undan qutula olmaganlar oldinga keladi. Kimda kim nafsiga qul bo'lsa, uning yukini ko'taradi. Uning ishiga qarshi chiqmaydi. To nafsingni tanimaguningcha va uni jilovlamaguningcha va unga haqqini bermaguningcha senga yaxshilik bo'lmaydi. Ana o'shandagina qalb xotirjam bo'ladi. Qalbning xotirjamligi ruhga yetadi. Ruhning xotirjamligi Haq taoloning muhabbatiga yetkazadi. Nafsingizga qarshi jihad qilishdan to'xtamang. Uning aldovlariga aldanib qolmang. Nafs o'zini uxlaganga solib yotadi. Aslida u sizni ovlashga shaylanib turgan bo'ladi. Yuzaga qaraganda nafs xotirjam, xokisor, kamtar va har qanday yaxshilikka rozidek bo'lib ko'rinadi. Aslida u ichida buning aksini yashirib turgan bo'ladi. Buning oxiri nima bilan tugashini o'ylab ko'r. Shunday insonlar borki, ularning mashg'ulotlari odamlar orasida bo'ladi. Lekin ular odamlar bilan birga o'tirib turgani bilan qalblari Allohda. Ularning vazifasi odamlarni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarishdir. Bu misoli shunga o'xshaydiki, odamlar dengiz osha podshohning huzuriga bormoqchi bo'ladilar. Ulardan bir qismi yo'ldan adashmay dengizni kesib o'tishga muvaffaq bo'ladi. Podshohning huzuriga borganda, podshoh ularni yo'lni yo'qotgan, cho'kayotgan odamlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish va o'zlari kelgan yo'ldan olib kelish uchun qaytarib yuboradi. Ular kelib, yo'ldan adashganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib chaqirishadi. Oldilariga borishganida qo'llaridan tutishadi. Bu holat Alloh taoloning quyidagi oyatida bildirilgan. Ey qavmim, menga ergashinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga yetaklayman. G'ofir surasi 38-oyat. Sizlardan aqlli bo'lgan kishi, bolalari, ahli mol va dunyosi, oziq-ovqati, kiyimlari, ulovlari, ayollari bilan xursand bo'lmaydi. Buning hammasi fitna, fasod. Mo'min kishi iymonining quvvati, Allohga bo'lgan ishonchining mustahkamligi
va qalbining Parvardigori Azza va Jallaning qurbiyat eshigiga yetishishi bilan xursand bo'ladi. Dunyo va oxirat podshohlari Alloh taologa yetishgan, Parvardigori yo'lida xizmat qiladigan orif bandalar emasmi? Ey farzand, qachon qalbing pok bo'lsa, ruhing pok bo'ladi. Sen qanday qilib maxluqotlarni Allohga sherik qilgan holingda najot topasan? Kimni oldidan o'tsang unga shikoyat qilasan, xasislik qilasan. Qanday qilib qalbing pok bo'lsin? Axir u zarracha tavhiddan benasib bo'lsa. Tavhid nurdir, shirk esa zulmatdir. Qanday qilib najot topasan? Qalbingda zarracha taqvo bo'lmasa. Sen yaratuvchi zotdan, yaratilgan maxluqotlar va sababni keltiruvchi zotdan sabablar bilan to'silgan bo'lsang, quruq da'vo qilib ochiq hujjat keltirmaysan. Sen o'zingni ikki xil yo'l bilan to'g'rilashing mumkin. Birinchisi, nafsga qarshi jihad qilib, har qanday qiyinchiliklarga bardosh berish bilan. Bu solih kishilar orasida keng tarqalgan uslubdir. Ikkinchisi, qalbingni bag'ishlash orqali. Bu juda nodir holatdir. Bunda inson yagona zotga ma'rifati va muhabbatini bag'ishlaydi. Uni ahlidan va ishidan ustun qo'yadi. Maxluqotni qalbidan chiqarib tashlab, Haq taoloning qurbiyatiga eshik ochadi. Quruq valdirashdan tiyilib, har bir so'zini hikmat bilan odamlarga tushunarli tarzda gapiradi. Uning har bir ko'rgan, eshitgan narsasi hikmatli mav'izalariga asos bo'ladi. Faqat Allohga yaqinlashtiruvchi amallarnigina qiladi. Hidoyatga chaqiradi. Bu ishlar davom etib, Alloh azza va jalla payg'ambarimiz Yusuf alayhissalom haqida aytgan holatga erishadi. Zulayho unga moyil. U Yusuf dili ham bunga moyil bo'lgandi. Agar Robbining hujjatini ko'rmaganda bo'lar ish bo'lar edi. Shu tarzda undan yomonlik va fahshni burib yubordik. Albatta u dili xolis bandalarimizdandir. Yusuf surasi 24-oyat. Undan yomonlik va fahsh ketib, tavfiq uning xizmatida bo'ladi. U Alloh azza va jallaning oshig'i, orifiga aylanadi. O'zgalarga barcha jihati bilan o'rnak bo'ladi. O'zining so'zi, amali va vazifasi bilan ularga namuna bo'ladi. Ular bilgan va bilmagan jihatlari bilan ularga nasihat qiladi. Ey farzand, sen iymoning zaiflashgan pallada nafsingni jilovlashing kerak. Agar iymoning kuchli bo'lsa, ahli ayolingga, bolalaringga, xalqingga peshvoz chiq. To taqvo sovutini, qalbing iymon dubulg'asini kiymaguningcha va qo'lingda tavhid qilichi bo'lib, o'qdoningda duoning o'qi qolmagunicha, tavfiq otiga minib hujum qilish, qochish, urush va yaralanishni o'rganmaguningcha xalqqa peshvoz chiqmagin. Keyin Haq azza va jallaning dushmanlariga qarshi chiqasan. Ana o'shanda senga 6 tarafingdan nusrat va yordam keladi. Xalqni shayton changalidan xalos etasan. Ularni Haq azza va jalla eshigiga yetaklaysan. Jannat ahli amaliga buyurasan. Do'zax ahli amalidan ogohlantirasan. Chunki sen jannat va do'zaxga tushuvchilarning amallarini bilib olding. Kimda kim shu maqomga erishsa, uning qalb ko'zidan parda ko'tariladi. 6 tarafiga qarasa, hayratda qoladi. Qalb ko'zi ila qarasa, arsh va osmon, pastda yer tabaqalarini va jinlardan bo'lgan uning ahlini ko'ra oladi. Buning hammasi iymon, Haq azza va jallani ilm va hukm bilan tanishlikdadir. Agar shu maqomga erishsang-u, xalqni Haq azza va jalla yo'liga da'vat qilmasang, senga hech qanday foyda bo'lmaydi. Alloh azza va jallaga ixlos qilmasdan xalqni da'vat qilishing ularning qalbiga ozor yetkazish bilan tengdir. Faqat sharaf, martaba izlasang, solih insonlar nazdida past bo'lasan. U holda sen qalbsiz til kabisan, botinsiz zohirsan. Ey Allohim, dinimizni, iymonimizni va qalbimizni o'zingga bo'lgan qurbiyat bilan quvvatla. Bu dunyoda va oxiratda yaxshilik ber
va do'zax azobidan saqla. Alloh taolo aytadi: ular: ey Robbimiz, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato etgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin deydilar. Baqara surasi 201-oyat.